Ustaxonamizga Onyx mashinasini olib qo'yganmiz. Bunga qilayotgan ishlarimiz. Mana shu kapotida qochoq joyi bor. Qo'sh tekkan tuchkachalari bor. Buni o'zini biskraska radnoga chiqarib beramiz. Orqa krelosida tahrirotgachalar bilan navorocha qilingan ekan Onyxga. Orqa krelosida mana shu yerda bor. 3 ta qochoq. Mana liniyani ustida. Buni o'zini orqasini kesmasdan kili yordamida chiqaramiz. Bu yoqda ham ishlarimiz, u yoqda Cobalt. Buni ham qilishimiz kerak. Egasi telefon yotibdi. Cobaltni oldi krelosi, bu tomon krelo, ikkita eshigini ishlab bo'lgan, faqat orqa krelosi qoldi. Buni ham radnoga chiqarib beramiz sekmasdan. Hamkasblarimiz bu yerlariga kosmetikalar bilan. Lekin buni orqasini kesib, ideal holatda chiqarib beramiz. Akalar Onyx mashinasini ham krelosida ishlab tugatdik. Lampada ko'rinishi. Bu kreloga kurchokda ishlamadik, orqasini teshmadik, faqat kilida. Egasi iloji boricha orqasini teshmang. Ustovo shagirdimda ozroq farq qilsa ham orqasini teshmasdan qilib bering degani uchun vaqtimiz ko'proq ketgan bo'lsa ham kilida o'zini qo'ldan kelgancha ideal chiqarib berdik. Agar shunday sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqib kelaverasizlar. Ishlarni chiroyli holatga bitkazib beramiz.